mana kunlarga qo'yilganda bu yerda dushanba bo'ladi Grenlandiya. Seshanba Janubiy Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika seshanba bo'ladi. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba. Mana juma degani juma kuni mana bu shanba bo'ladi, bu yakshanba bo'ladi bozor. Ya'ni haligi rus tilida aytganda voskreseniya degani haligi yig'ilish. Nimada yig'ilish? Qiyomat kuni yig'ilish, qiyomatda yig'ilish bo'ladi. Qiyomatda yig'ilish uchun voskreseniya qayta tirilish bo'ladi. Qayta tirilish kuni. Mana u endi qabr olami. Mana u juma, endi juma kuni jam. Jumada jam degani jam degan ma'no bilan jamoat juma kuni sinovda bo'ladi. Hamma jamlikda. Odam o'zi yakka sinalmaydi, endi jamoatning orasida sinaladi. Kimga yaxshilik qiladi, kimga yomonlik qiladi. Endi shu haligi hadisda ham aytadi, Alloh buyurgan emas, bu odamlar ichida bir-biriga qilgan nimasi savol, javob asosiy bo'ladi. Shu kechirilmaydi degan narsa bor. Mana u endi bu yog'i endi haligi ona qonidagi bosqichlardan bo'ladi hisoblamana. Dushanba endi nimadan tushishi, ota beldan tushishi, mana ona qonidagi 3 ta bosqich. Bular mana shu hisobda mana bu yerga berilgan, bu yerdagi Allohning yaratib qo'ygan shunday haligi mo'jizalardan, haligi hikmatlardan shu biridir bu ham. Mana bu yerda mana juma kuni degani bu bitta mana shu qit'a Yevrosiyo qit'asi 54 million kvadrat kilometr bo'lsa, uni nimasi bir tomoni mana ozrog'i, mana bu tomoni Yevropasi. Yevropa bilan Osiyoga bo'lingan. Mana shu bo'lingan, boshqa hech qaysi bo'linmagan. Bitta mana shu bo'linganning sababi shu tug'ilganidan keyin shu juma kuni jumada mana yo o'ng tomonga, ana jannat tomonga, Osiyo tomon degani, yo bo'lmasa g'arb tomonga. G'arb tomon degani g'arb botuvchi, endi quyoshda perevod deganda quyosh botish tomon degani. Botish degani mana u g'arb tomon. Endi ikkinchi odam atadigan Nuh payg'ambarda bolalardan mana shu dunyo degan o'g'li, Som o'g'liga berilgan. Mana u yaxshi o'g'liga, Yofasi o'g'liga, katta o'g'liga berilgan. Yofasi o'g'liga. Endi bu yerda shuning uchun haligi mana u o'g'li, dunyo degan o'g'li bu Amerika ochilganda ham ketgan odamlar bo'ladi. Bu yoqqa ketganda mana u hozir bular hammasi yig'ilib olib, mana shu mana Alloh bergan yer osti ustun boylari bor. Mana shu sharq tomonga, sharq ko'tarish janatga degan. Shu tomonga qarab urush qiladi, doim urush qilib mana shularni yengib olaman degan. Dunyo degan odamlar, bu dunyo degan odamlar, dunyo degani kim dunyoni xohlasa oxiratdan umidi kam degan yeri bor.